Hurmatli operator, tashlayveraymi? Salom do'stlar, sizlar bilan yana Alo va bugungi videoda sizlar bilan Honor'ning yangi modeli Honor X7D ni to'liq sinovdan o'tkazdiramiz. Bu smartfon katta batareya, kuchli himoya va zamonaviy dizayni bir joyga jamlangan. Keling, bu smartfon haqiqatan ham siz kutgandek kuchlimi? Aynan mana shu videoda bugun mana shu savolga birgalikda javob topamiz. Tayyor bo'lsangiz, qani ketdik. Birinchi o'rinda o'rtoqlar bu smartfonimizni unpacking qilamiz, ya'ni korobka komplektida nimalar bor tanishib chiqamiz. Xo'p, smartfonimizni korobka komplektida smartfonimizni o'zi oxirida ko'rib chiqamiz buni. Va bundan tashqari doimgidek yo'riqnomalar foydalanish bo'yicha. Undan tashqari o'zini mana shunaqa original zo'r chiroyli chexoli chiqadi. Va yana qutining ichidan o'zini mana shunaqa 35 voltlik super charge texnologiyasi bilan boyitilgan o'zini maxsus adapteri chiqadi. Va bundan tashqari o'zini mana shunaqa original USB Type-C zaryadli kabeli. Endi smartfonimizga o'tadigan bo'lsak, aynan bu korobkamizda bizda Honor'ning black, ya'ni qora rangi bor. Ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r. Smartfonimiz chiroyli tarzda ishlangan va endi bu smartfonni bir qancha ma'lumotlarni, buni funksiyalarini ko'rib chiqamiz. Honor X7D seriyamizda birinchi taassurot bizda smartfon 3 xil rangdan tashkil topgan, ya'ni bular Desert Gold, Meteor Silver va qo'limda turgan Velvet Black ranglarida yana 3 xil rangdan tashkil topgan. Smartfonimizni orqa paneliga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Honor X7D smartfoni orqa paneli mikro nano tekstura bilan ishlangan bo'lib, bu juda ham chiroyli ko'rinadi va qo'lda sirpanmaydi. Mana shu jihatdan ajralib turadi. Bundan tashqari Honor X7D smartfonimiz IP65 bilan sertifikatga ega, ya'ni bu degani suv sepuvchanlik, ya'ni suvga va changdan mustahkam himoyaga ega. Bundan tashqari Honor X7D smartfonimiz SGS tomonidan 5 yulduzli drop va compression testdan o'tgan. Bu degani smartfon juda ham bardoshli. Qo'rqdingizmi? Honor X7D smartfonimiz 677 dyumli 120 Hz yangilanish tezligiga ega chastotalik AMOLED ekran bilan jihozlangan. Ya'ni bu degani smartfon juda ham silliq va tiniq ko'rinadi. Ayniqsa smartfonda YouTube va TikTok va bir qancha ilovalardan foydalanayotganda aynan bu silliqlikni, tiniqlikni siz sezishingiz mumkin. Umuman smartfon mana ko'rishingiz mumkin ekranida yorug'lik darajasi ham kuchli. Mana bu studiyamizda bir qancha tomondan chiroq tushirayotganligiga qaramasdan smartfon ekranini ko'rishingiz mumkin, juda ham tiniq darajada kameraga olib beryapti. Smartfon ekrani mana shunaqa 120 Hz chastotali ekran bilan, displey bilan ta'minlangan. Bu quyosh nurida ham smartfondan bemalol foydalanishni ta'minlab beradi. Honor X7D smartfonimizda protsessor va unumdorlik darajasi qanday? Smartfon Snapdragon 6S Gen 3 ni qo'llab-quvvatlaydi, ya'ni bu smartfondan o'rta foydalanuvchilar uchun va bir qancha mukammal ishlarni bajaruvchilar uchun smartfon juda ham operativkasi, ya'ni xotirasi, protsessori ideal deya ayta olaman. Bundan tashqari smartfonimiz xotira variantlari 8 GB RAM va 256 GB saqlash xotirasiga ega. Honor X7D smartfonimizning kamera xususiyatlariga e'tibor qaratamiz. Smartfon 1080 megapiksel orqa asosiy kamera bilan jihozlangan va bundan tashqari bu kamera orqali suratlar tiniq, videolar ham, ranglar ham tabiiy darajada chiqadi. Smartfon bundan tashqari yana doimiydek Honor sun'iy intellekt bilan jihozlangan. AI funksiyalari ham bir qanchasi mavjud. AI funksiyasi smartfonda suratlarni yaxshilashni ta'minlaydi va bu smartfon ichida AI Eraser va Outpainting funksiyalari, sun'iy funksiyalari ham mavjud. Bundan tashqari smartfonimiz old kamerasi ham selfilar uchun juda ham normal tarzda, chiroyli tarzda ishlangan. Selfilarni ham chiroyli rejimda, chiroyli sifatda olib beradi. Lekin 1080 pikseldan oshmaydi videolar sifati. Smartfonimiz kamerasida 4K formati, 4K sifati yo'qligi bu kamchilik bo'lsa-da, lekin bu segment uchun bu juda ham normal holat. Ya'ni o'zi 1080 funksiya, ya'ni 1080 piksel smartfon uchun juda ham yetarli tiniqlik darajasini olib beradi. Bir sinab ko'ramiz. Rasmga olish jihati juda ham yaxshi va biz buni zoom bilan ham sinaymiz. Rasm orqali olinganda 8x zoomgacha qo'llab-quvvatlaydi smartfonimiz. Videoda esa ushbu yaqinlashtirish, ya'ni zoomni xuddi o'shanaqa 8x ni qo'llab-quvvatlaydi videoda ham. Bundan tashqari 1080 piksel va 30 fps ni qo'llab-quvvatlaydi smartfonimiz kamerasi. Videoga olingan holatda mana ko'rishingiz mumkin. FPS 30 fps bo'lsa-da, qaltirashlar yo'q. Video sifatiga ta'sir qilmayapti, ya'ni yaxshi darajada chiqyapti.
Bir rasm ham olib ko'ramiz albatta. Bu yoqni olamiz. 1 daqiqa. Rasm sifati juda ham ideal. Uni yaqinlashtirganingizda tiniqlik darajasi ham, ranglar darajasi ham aytib o'tganimdek juda ham chiroyli darajada olib berilgan. Ya'ni tabiiy chiqqan hammasi. Bu yerda ko'rishingiz mumkin yuborish, favorite ya'ni yoqtirganlarga saqlash va iEdit ya'ni sun'iy intellekt yordamida nima qilish. Magic Retouch'ni bosganingizda siz smartfonni mana shu rasmni sun'iy intellekt yordamida suratlarini yaxshilashini guvohi bo'lishingiz mumkin. Smartfonni xarid qilib, bu funksiyasini ham albatta sinab ko'rishingiz mumkin. Bizda kamerada hozircha mana shular. Honor X7 smartfonimizning batareya va quvvat darajasiga ham e'tibor qaratamiz. Smartfonning eng kuchli tomoni 6500 mAh batareya sig'imiga ega va bu smartfondan bir necha kungacha bemalol foydalanishingizni ta'minlaydi. Bundan tashqari smartfonimizda 35 voltlik aytganimdek 35 voltlik supercharge texnologiyasi mavjud. Ya'ni bu 30 daqiqa ichida smartfonni 50% gacha o'rtacha miqdorda zaryadini to'ldirishiga xizmat qiladi. Dual cell texnologiyasi esa smartfonni zaryadini uzoqroq muddatiga yetishini kafolatlaydi. Endi esa o'rtoqlar, videomizning eng kulminatsion, ya'ni qiziqarli joyiga ham yetib keldik. Ya'ni bu smartfonni testdan o'tkazirish. Ya'ni baquvvatlik darajasiga Honor kafolatini bergan. Hozir biz smartfonni suv ostida ishlashini tekshiramiz, ya'ni suv ostida ishlash emas, suvga solamiz smartfonni va undan keyingi jarayonni sizlarga ko'rsatamiz. Bundan tashqari smartfonni bir necha metr balandligidan ham pastga uloqtiramiz, ya'ni smartfon yetarlicha kuchga egaligini sinab ko'ramiz. Tayyor bo'lsangiz, ketdik. O'rtoqlar, hozir smartfonimizni bir necha metr balandlikdan pastga tashlaymiz va uni ishlash holatini tekshiramiz. Undan keyin esa mana shu suvga, mana shu holatda smartfonimizni uloqtiramiz. Agar tayyor bo'lsanglar, biz hozir smartfonni bir necha metr balandlikdan tashlaymiz. Mikrofonimni esa pastga qo'yaman, sababi tushish ovozi qanday chiqishini eshitish uchun. Birgalikda, ketma-ketlikda orqa-matnga sanaymiz. 3, 2, 1. Holati ideal darajada. Shaxsan men ishlatadigan smartfon ekan, sababi mana ishlashini ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa muammo bo'lgani yo'q. Kameralarda ham muammosi yo'q. Mana orqa qismiga bitta e'tibor qaratasizlar. Umuman sinish yoki qirilish degan narsani smartfonda ko'rmayapman. Ba'zi bir nima desa bo'ladi, xalq tilida aytganda, ochiqchasi aytganda, asabiy odamlar bor oramizda, shaxsan o'zimga o'xshagan, mana ham ozgina asablarim joyida emas. Ba'zilarda smartfon tushib ketishi bor yoki qanaqadir muammo bo'ladi, har xil joyda ishlaydiganlar bor. Aynan smartfon ishlatish uchun juda ham qulay, ya'ni tashib yuborishdan mana ko'rdinglar hozir. Umuman muammo bo'lmadi. Hozir esa endi buni suvga solib ishlatib ko'ramiz. Juda ham hayajondaman to'g'risi, chunki qanaqa bo'lishini o'zim ham bilmayman. Sababi birinchi marta bu eksperimentni o'tkaziryapman. Agar tayyor bo'lsanglar, smartfonimizni mana shu holatda suvga tashlaymiz. Hurmatli operator, tashlayveraymi? Tayyor bo'lsanglar, 3, 2, 1. Wow! Qoyil ekan. Ekranni ko'ringlar. Voy, ishlayapti suvda ham. Judayam zo'r smartfonimiz, ishlashlari mana sensorlar ishlayapti joyida. Bitta artib bundan yana sensordan foydalanamiz. Yana bir marta tashlaymiz. Ish qilib ishlamay qolmasa bo'ldi. Smartfon tushdi suvga. Suvning ichida smartfonni yoqib ko'ramiz. Mana ishi yondi, ko'rinyapti. Endi olamiz. Suvga juda ham chidamli smartfon. Va shu joyda smartfonni artib yuborishimiz kerak biz. Mana ozgina quritib olaylik. Va smartfonni ishlatib ko'ramiz. Mana ishlashini ko'ringlar, sensorlari hammasi joyida. Muammo bo'lgani yo'q. Va shu joyda Honor X7 smartfonimizning bir necha tajribalardan o'tkazdirdik. Hozir suvga solib ko'rdik boshqa. Hozir esa endi artib smartfondan foydalanyapmiz. Endi YouTube'ga kiramiz va buni ovoz karnaklarini ishlashini bir tekshirib ko'ramiz yana bir bor. YouTube'ga kirib, misol uchun o'zimizni kanalimizni yozamiz, ya'ni Allo Us. Xo'p, bu yerda ko'rishingiz mumkin, Allo Us birinchida chiqib kelyapti. Agar siz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, subscribe tugmasini, obuna bo'lish tugmasini yoki podpiska tugmasini bosib qo'ying. Va biz birorta videoni ovozini eshitib ko'ramiz. Sizga ham shunday telefon kerakmi? Kamerasi zo'r, kuni bo'yi ishlaydi, dizayni esa asl raqibi. Juda ham zo'r. Endi birorta musiqa yoki
Tamam, ko'rdinglar, hozir telefonni ovozi qanchalik darajada yaxshi chiqqanini yoki birorta musiqa qo'yish mumkin. Yana bir e'tibor beradigan jihati shu joyda kameraga ko'rinadimi bilmadim. Telefonni ovoz balandlik tugmasini bosganimda ko'rishingiz mumkin, maksimal 400% darajani ko'rsatdi. Hozir yana bir marta ko'rsataman. 400%, ya'ni smartfon ovozi maksimal darajada o'zi 100% ko'tarilishi kerak. Bu smartfon 400 ga chiqadi va mana shunaqa, buni yoqsam o'zim ovozimni eshitmay qolarkan, mana shunaqa kuchli ovozni, baland ovozni bera oladi. Xulosa qilib aytganda, Honor X7 smartfoni kundalik foydalanish uchun ishonchli, ideal, juda ham zo'r, bardoshli smartfon hisoblanadi. Katta batareya, kuchli 120 Hz silliqlikdagi ekran va bundan tashqari 108 megapiksellik kamera va o'ta mana shunaqa holatlarga bardoshli smartfon. Buni bemalol bizni alo.uz veb-saytimizga kirib, narxlari bilan tanishib, smartfonga buyurtma berishingiz mumkin yoki o'zingizga yaqin bo'lgan Alo do'koniga, eski Evan do'koniga borib tashrif buyurishingiz mumkin. Bizni Yandex xaritalar orqali ham topishingiz mumkin. Bundan tashqari 78 122 0810 raqamiga qo'ng'iroq qilib, mana shu ekranda yozib qoldirishadi montajchilarimiz. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, smartfon haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Rasmlari, smartfonni naqd pul yoki muddatli to'lovga bizdan xarid qilishingiz mumkin. Narxlari bilan tanishib, bemalol do'konimizga borib sinab ko'rib yoki onlayn tarzda buyurtma berishingiz mumkin. Bizda hozircha shular. Honor X7D qisqa qilib aytganda juda ham zo'r telefon. Qo'shimchasiga o'rtoqlar, mana pastga o'tsanglar, kommentariya degan joy bor, shunga bosib, kelgusi videolarda qaysi smartfonlarni obzori kerak sizga, qaysi smartfonlar qiziqtiradi, shuni yozib qoldirsangiz, biz sizlarni inobatga olib, mana shunga yarasha kontentlar bilan chiqamiz. Sog' bo'lasizlar. Bu edi Alus. Texnologiyani siz bilan kashf etamiz. Ko'proq ko'ring, ko'proq like bosing. Ko'proq yaqinlarga podelitsiya qiling va obuna bo'lmagan bo'lsangiz, pastdagi o'sha kanalimizga subscribe, obuna, podpiska tugmalarini bosib qo'ying. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.